Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashadigan do'stlarim. Davom ettiraylik. Har bir aqlli gap insonni ongida juda katta o'zgarish qiladi. Albatta yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Uni qalbi poklanadi, tozalanadi. Uni ongi tozalanadi, poklanadi do'stlarim. Yangi aqlli fayllar ochiladi. Dunyoga aql ko'zi bilan qaraydigan bo'ladi. Asosan umrini, o'zini umr yo'llarini bir daftarni varaqlab, uni plus va minuslarni ko'zdan bir o'tkazadi. Minuslarini ozaytirishga harakatini qiladi. Chunki u albatta qalbini eng chuqur joyda bu xonadonini, bu dunyoni tashlab ketadigan kunlar yaqinlashib borayotganligini u nuqtai nazardan qochirmaydi. Shuning uchun Alloh taolo aqlli bandalarim shunday mulohaza qiladi deyapti. Bu dunyoda kofir bo'lib yashayotgan, Alloh taoloni inkor qilayotgan, balki daraxtga, hayvonga, toshga sig'inayotganlar ham baribir bir kuni o'limi muqarrarligini biladi. Lekin uni aqlli fayllari bekilib qolganligi uchun Alloh taoloni o'ylashni xohlamaydi. Do'stlarim, shunday bo'lib qolishdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Habibulloh qori bizga donolik qilib demaysizlar, do'stlarim. Allohning avliyolaridan birlari aytadilarki, bu zotni Alloh taolo rahmat qilgan bo'lsin. Bu zotdan keyin bu kitoblarni yozib ketganlarga ham Alloh taolo rahmat qilgan bo'lsin. Huvaydo degan ulug' zot o'tganlar. Aytadilarki, ey Habibulloh qor deyaptilar, o'zim aytavering, oson tushunasizlar. O'zingni sadri majlis qilmagin bo'lg'ay balo paydo. Qarang. Qaysi sohada bo'lsa ham oldinga o'tib ketyapsiz. Albatta sizga hasadgo'yingiz ko'payadi deyaptilar. Sodda ma'nosi. Hasadgo'y sizni albatta ravnaqingizni xohlamaydi. O'zingni sadri majlis qilmagin bo'lgay balo paydo. Qancha oldinga chiqib ketdingiz, hayotingiz qiyinlashib boradi. Chunki sodda qilayotganda siz yomon ko'ruvchi ko'payib boradi. Faqiru xok bo'lsang, faqiru xokiro bo'lsang, bo'lur haqdan rizo paydo. Boylikni hech qachon qoralamaymiz. Mansab martabani hech qachon qoralamaymiz. Lekin bu narsalar oqibatda insonda kibr ko'payib qolishining ehtimoli bor. O'zini katta olish xususiyati ko'payib qolishi ehtimoli bor. O'zini kecha kunini unutib qo'yish ehtimoli bor. O'zini dunyoga qanday holatda kelganligini va nima uchun kelganligini unutib qo'yish ehtimoli bor. Do'stlarim, shundan ehtiyot bo'lgin deyaptilar. Siniq bo'lgin deyaptilar. Qancha olim bor, muloyim, kibri yo'q. Qancha moldor, puldorlar bor, o'zini tutib olgan. Qancha mansabdorlar bor, o'zini tutib olgan. Do'stlarim, ular o'zini ehtiyotini qilib insonlarga yaxshiroq ulash yurishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Falon shayxu, falon so'fi deganga bo'lmagil mag'rur. Juda ilmiz, moliz, mansabiz ko'payganda atrofingizda laganbardorlar ko'payadi. Qoraka, hojaka, palonchidan Pispandonchiyevich, akam bo'lasiz, ukam bo'lasiz, ota yo'llaysiz menga deganlar ko'payib ketadi. Oqibatda jindi ko'kragingiz ko'tarilib qoladi.
bular sizni adashtiradi deyaptilar. Bu shuhratdir sanga ofat, qilur nafsing havo paydo. Do'stlarim, shayton har bir nafasda bizni adashtirish uchun harakat qiladi. Shaytonning asosiy quroli kibrlantirish. Kibr degani o'zini katta olish degani. O'zini katta olish degani bu endi eng xavfli palasaga o'tdi degani. Bu palasani albatta oxiri bir shikastga olib borar ekan do'stlarim. O'zingga nozish etma el aro ibni palonman deb. El ichida eng hurmatli, izzatli, eng yuqori pog'onada turuvchi insonman deb o'zingga katta baho qo'yib qo'ymagin. Aslini, naslini bir eslagin. Ertaga albatta Go'ristonga borib qabrga ko'milishini esdan chiqarib qo'ymagin deyaptilar. Demak, o'zingga katta baho qo'yib qo'ymagin deyaptilar-da. Necha ibn falonga bo'ldi yer ostida jo paydo. Qabristonga borgin. Qancha ilm jihatdan bir maqomga yetgan. Mol mulk jihatdan bir maqomga yetgan. Mansab martaba jihatdan bir maqomga yetgan insonlar mana endi qabrda ko'milib yotibdi. Ular endi unutilishdi. Ey Habibilloh qori, sen ham bir kun unutilasan albatta. Buni aslo yodingdan chiqarmagin. Osmonga ustun bo'lmaysan deyaptilar. Xilofin aylabon nafsi badingni zeri po qilsang, nafsini idora qilsin, shunga harakat qilsin. Qaysi ishki Alloh taologa yoqmaydigan bo'lsa, o'sha ishdan ehtiyotini qilsin. Nafsini jilovlasin. Masihodek bo'lar sanga falak ustida jo paydo. Sani Alloh taolo o'zi qadr qimmatini oshirib qo'yadi. Avvalo xalq ichida hurmat sazovarga ega bo'lasan, chunki yuzingda nur bo'ladi. Kattani katta, kichikni kichik, boyni boy, kambag'alni kambag'al, hammasini izzatini o'rniga qo'yadigan bo'lganliging uchun Alloh taolo seni yuzingga nur beradi. Maqoming osmon bo'lsa, bu nafsing rayiga borsang, endi o'zingdan ketib qolsang, tormozing ishlamay qolsa, tezliging kuchayib ketadigan bo'lsa, osib xorutdek choh ustida bo'lg'ay izo paydo. Butun dunyoni molini egallab xudomandi borganlar bor bu hayotda. Oxiri o'shalar xor bo'ldi. Chunki shu darajaga bordiki, men xudomandi bordi. Bularni hammasi kitoblarda, avvalo Qur'onda kelgan, bular hammasini tarixini biz ham yaxshi bilamiz. Alloh taolo o'zi saqlasin. O'shal Qorun badbaxt nafsi badni rayiga bordi. Qorun o'zini boyligini qanchaligini hisobiga ham yetolmas ekan. Shunchalik dahshatli katta boylik egasi ekan. Ana joyini qildi, oqibat taxtu saro paydo. Alloh uchun 40dan birini bergin deyilganda hisoblab ko'rsa, ombor oltinlarni berishga to'g'ri kelar ekan. Bermayman dedi.
oxir oqibatda uni yerga yuttirildi. Alloh taolo arqani uzun tashlab qo'yadi, ammo do'stim bir kuni tarim bo'ladi. Alloh taoloning rahmatini chegarasi yo'q, lekin g'azabi ham bor. G'azabi kelganda endi o't olyapti butun dunyoni suv bosyapti, har xil epidemiyalar bo'lyapti. Bularda hammasi zilzilalar bo'lyapti. Bular hammasi Alloh taoloning g'azabini alomatlaridan biri. Bekorga bas. O'sha joyda xalqi o'zidan ketib qolganligi uchun Alloh taolo ma'lum bir payt tek qo'yib o'nalishmasa ommaviy balo berar ekan do'stlarim. Huvaydo har balo kelsa hamma nafsing balosidir. Boshqa nima musibat keldi, avvalo sababchisi o'zimiz ekan do'stlarim. Qatta xato qildim deng. Nimaga menga bunaqa balo keladi, menga bunaqa dard keladi demang. 90% holatda Alloh taolo suyganiga dard g'am bersa, 10% da u insonni azoblash uchun berar ekan do'stlarim. Shuning uchun do'stlarim, o'zimizni boshimizga g'am baloni sotmaylik do'stlarim. Kecharsan nafsi baddan sanga bo'lgay rizo paydo. Do'stlarim, xullos qanday orzu havas bo'lmasin, do'stlarim, bir chegara bo'lsin. Ibodatda ham chegara bo'lsin, orzu havasda ham chegara bo'lsin. Bu orzu havas sanosi endi turi ko'p do'stlarim. Shuning uchun Alloh taoloning roziligini oqtaring. Ilmingiz, molingiz, mansabingiz bilan Alloh taoloning roziligini oqtaring, chunki umringiz oz qolyapti. Umringiz oz qolyapti do'stim. Umringiz yakuniga yetib boryapti do'stim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.